Mana Hojibobo ziyoratgohi, narigi orqa taraf zavod. Oqkamar mahallasi. Bu yo'llarimiz dala, keng dala. Mana shu qurilgan uyimiz sotiladi, mana shu hovlimiz 20 sotix ekan. Agar xohlovchilar bo'lsa, o'rtasidan bo'lib olsalaring ham bo'ladi, bir 6-7 sotixni, bu yog'ini uyi bilan sotadi keyin. Yo, agar opsha olaman desalaring ham kelishilib gaplashaveradi. Mana shu katta uyimiz sotiladi mana. Hozir ichlarini ham kirib ko'ramiz. Mana ko'chalar asfalt. Gazlashgan mahalla, mana ko'ryapsizlar. Gaz yaxshi bu yerda. Bu yoqdan kirib kelsalaring ham bo'ladi. Sekin bu yoq tarafdan kirib kelsalaring ham bo'ladi. 3 ta yo'l bor ekan. Uyni ichini ham ko'raylik sizlar bilan birgalikda. Hozir uyni ichini ko'ramiz. Tak, uyimizning fasad qismi mana ko'rib turibsizlar. Traditsiya bilan qilingan, romlari qo'yilgan, ustlar yopilgan, tunikafonlar chekkasiga qilingan, uyda kamera ham bor mana. Bemalol kamerada Toshkentda yursalaring ham ko'rib o'tirsalaring bo'ladi. Hozir kirib uyni ichini ham ko'ramiz, hovlisini. Bu yoqda mana otxona ham bor ekan. Ot boqilar ekan, ot bor ekan. Molxona qilingan. Endi sizlar mol boqsalaring ham bo'ladi olgandan keyin. Mana kirayotgan joydagi mana 18 metrmi ekan, shunaqa ekan, bu mehmonxona ekan. Tagi garajga mo'ljallangan, ustini ko'targanlardan keyin bu bilan naves bilan qo'shib yopilar ekan bu. Planirovkasi shunday bo'lgan ekan uyda. Hovlimizni ko'rinishi. Uyimiz oldi, tepalari faqat shu joy qolgan ekan. Endi olgan odamni o'zi qilib oladi. Kam kutigini. Rakvinalar bor, issiq suv, yaxta suv, gaz, svet, suv, hamma sharoit bor. Mehmonxona ekan bu. Mehmonxonaga ichkaridan kirsa ham bo'ladi, tashqaridan kirsa ham bo'ladi. Bu ayollar mehmonxonasi ekan, mana bu erkaklarga qilinar ekan. Mo'ljal shuna, mana zavod chiqqan joyda mana ko'rinib turibdi, ollaringda.